Cho'tkina yaltiradi mana bu. Quyoshni ko'ryapsizlarmi? Yaltiraydi. Assalomu alaykum. Aziz yurtdoshlar, tuzimizlar, sog'liklar yaxshimi? Qandaysizlar? Sizlar uchun Olmos, Vodiy olmosi brendi ostida ishlanib turgan stonovlarni mana ko'rsatib boramiz. Har xil mramor toshlarni tekizlovchi, kesuvchi stonovlar. O'zlari Xitoyga ham damir qo'yishgan akalar mana. Cho'tki qilib. Mana bu yerda tayyorlari mramor toshlarni tekizlash, har xil razmerga solib kesish uchun mo'ljallangan. Ustakalar joylanishlayapti, tayyor bo'lganini. Mana bular mana hali yarim tayyor mahsulot. Mana akam o'zlari ham kara yasayaptilar. Ashtirgan. Cho'tki qilib. Stanoyda ko'tarib joylayapti mana shu kara. Mana o'zlari Qo'qonda, Afg'onbog'da chiqarishadi. Mana shunaqangi mramorli stanoylar. Xudo xolasa nomerlarni qo'yib ketamiz. Telefon qilaverasizlar bemalol. Umidjon akamiz, bitta bosh muhandislar. Bu faska stanogimiz granit toshlarda bitta mana shu bog'ijdan tiqib turib, polirovka qilib, chotki qilib yaltiratib mana shu bog'ijdan chiqarib yuboradi. Stanok. Mana shunaqangi stanoylar kerak bo'ladigan bo'lsa, akaxonlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Xohlasalar o'zbekskiy variant, xohlasalar Xitoy variantda qilib yetkazib berishadi. Mana shunaqa оборудованный stanoylar kerak bo'lsa. Telefonlar o'zi tinmayapti hozirdan mana. Telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mana Umidjon akam xizmatdalar. Aloqaga chiqaverasizlar. Aloqaga chiqaverasizlar qoldiramiz. Chiqarib qo'yamiz nomerlarni aka. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hozir sifatini ham ko'rsatib qo'yaylik. Cho'tkina yaltiradi mana. Quyoshni ko'ryapsizlarmi? Yaltiraydi. Hayla aka, sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Bo'ldi, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana shunaqangi оборудованный stanoylar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, ishlanglar rivoj.